etmaslik, bizlarni o'z qudrating bilan Baytullohni oldiga yetkazib qo'yding. Bizlarning ko'rishlik ne'matini, havo qilish ne'matini muyassar aylading. O'zingga ko'plar hamdlar bo'lsin. Payg'ambarimiz alayhissalom aytdi: Allohning chaqirgan labbayga kelgan bandalar dedi. Alloh aytadi: "Ey chaqirsa labbayga kelgan bo'lsa, aziz mehmon bo'lasan" dedi. Amin. Rahman bo'lsin. Allohning erkalasini mehmonlarsizlar. Allohning baytiga shukrlar. Alloh taolo qilgan tavoflarimizni qabul aylasin. Amin. Saylarimizni mashhur qilsin. Amin. Ibodatlar qabul qilayotgan, duolar ijobat bo'layotgan bandalar qatoriga qo'ysin. Amin. Bizlarning gunohlardan Alloh subhanahu va taolo o'zi xalos aylasin. Amin. Ne'matlarni ziyoda qilib bersin. Amin. Ey bandam ke, baytimda tavof qil. Har bir qadam bosar ekansan, bir qadamning gunohlarning kafforasi bo'ladi dedi. Amin. Ikkinchi qadamni bosganingda seni savobi ajrlarga shifo to'ldirib qo'yaman dedi. Alloh taolo ana shu ne'matlarni Amin. Bizlardan bo'lgan savol xato kamchiliklar bo'lsa o'zingiz afv qilib kechirgin. Amin. Bizlar xatolarimiz qarab muomala qilmagin. Amin. Dunyomizni obod qilgin. Amin. Biz mana shunday muborak joyga kelishimizda o'zlarni xizmati bilan o'zlari xarajatlarimiz bor. Xarajatlarni o'z g'oyiba hasilatan qaytarib to'ldirib qo'ygin. Amin. Ularni o'zingizga harakat bergin. Amin. Amin. Amin.